Agar sizni 2-3 yosh farzandingiz tili chiqmagan bo'lsa, uni qiynab ingliz tili o'rganish uchun repetitorga berishga shoshilmang. Chunki bolalar multfilm ko'rib ham ingliz tili o'rganishi mumkin. To'g'ri, telefon berma, multfilm ko'rsatma deb o'zim ko'p aytdim, lekin baribir beryapsiz. Keling, shundan unumli foydalanishni o'rganaylik. Hozir men sizlarga ingliz tili o'rgatadigan 3 ta multfilmlarni sanab beraman. Birinchisi Little Baby Boom mashhur inglizcha bolalar kanali bo'lib, klassik qo'shiqlar va sodda animatsiyalar orqali bolalarga ranglar, harflar va sanashlarni o'rgatadi. Ikkinchisi Pocoyo. Har biri taxminan 7 daqiqali animatsion epizodlar orqali bolalarga o'yin va hodisalarga moslab ingliz tilini o'rgatadi. Uchinchisi World Party. Bu kanal ham bolalarga so'z boyligini oshirish, ijtimoiy ko'nikmalarni sodda tarzda bolalarga o'rgatishga moslashgan. Siz yana qanaqa bolalar uchun foydali YouTube kanallarini bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring, qolgan ota-onalarga ham manfaatli bo'lsin.